Şahzoda Samandar. Cho'chak. Tug'ilgandila o'z qiziga mehri tushib, yillardan beri qizining piroqida dardlarini yo'shirib, unsiz yoshlarini tun kechalarda yostiq qo'li to'kib kelgan Xonish Gulambar Rashidani seg'inmay turolmabdi va bir kuni Samandarni yeniga chaqirib mundoq debdi. Ko'zimning qarisi o'g'lim. O'tganda sana qo'pol gaplarni qilganimni bilaman. Buni to'g'ri tushungin. Sababini senmi tushunasan? Sening to'y ishingga seningli yolg'iz qaror chiqara olishing qiyin. Chunki sen degan bir vali ahdi. Shoh otangdan keyin bir davlatga oti bo'ladigan odam. Bundoq cho'ng ishqa yangilik bilan qaror chiqarsak bo'lmaydi. Biroq men seni ayblamoqchi emas. Senmi cho'ng bo'lib qolding? Albatta, hozir sening muhabbatga intiladigan vaqting. Rostini desam, sen boshlab kelgan u qiz xeli bo'ladi ekan. Xonish onam yana meni niyatimdan voz kechtirmoqchi deb o'ylab, qo'shimisi turilayotgan kichik Samandarning chiroyiga oxirgi bir jumla so'zni anglab kulki yuguribdi. Xonish Gulambar so'zni davomlashtiribdi. O qiz menga xeli yiqib qolgan. Biroq esondan hargiz chiqarmaganki, hozircha bu ishni dadang yoki cho'ng dadang bilmay tursin. Mushi bir necha kun ichida men odam o'rlashtirib beray. O qizni hech kimga bildirmay sariymiq boshlab kelgan. Qarasam, o qizning oila ahvoli yaxshi emasdek turadi. Sen sirtlarda puxroch kiyinib yursangmi, sening salohiyatingga loyiqroq kiyinib yurimsa bo'lmaydi-da. Men ozroq kiyim-kechak, zibizinni tayyorlab qo'yay. Kichik Samandar xushalliqidan sakrab ketibdi va Xonish Gulambarni so'yib turib. Rahmat Xonish ona. Xotirjam bo'ling. Gapingizni anglayman. Xonish Gulambar o'zining intayin xatarlik bir ishga tavakkul qilayotganini sezib tursa-mu, farzand ishtiyoqi uning hamma tashvishlarini besib tushibdi. Darvaqa uzun o'tmay Rashidani ko'rib bag'riga besishga muyassar bo'ldi. Lekin amalning barcha qalbidagi hayajonni chondirmaslikka tirishibdi. Xonish tarafidan o'ziga shunchalik iltifot qilinganligini sezgan Rashidamo intayin xushal bo'pti va Xonishning nasihatlarini cho'qim anglab, kichik Samandarning salohiyatini har vaqt maxfiy tutishga, Xonish bilan ko'rishganligini, Xonishning o'ziga ko'p narsalarni hadiya qilganligini, jon ketadigan ish bo'lsa-mu, hech kimga tinmaslikka va'da beribdi. Ko'zni yumib ochqicha bir yil o'tib ketibdi. Xonish Gulambar Rashidani pat-pat o'rniga maxfiy chaqirtib ko'rib turibdi. Uni uzoq ko'misi chidamaydigan bo'lib qopti. Bir heyli ishlatib, Rashidani o'ziga keniza qilib bo'lsa-mu, o'rniga akilib olishni o'ylabdi. Lekin bu ish oshkorlanib qolsa, o'zining va qizining hayotining xavfga uchrashidan xavotirlanib, bunda qilishga jur'at qilolmabdi. Keyingi yil yozdimi o'rmonlikqa selinmoqchi bo'lgan yozliq sarayning selinmaganligidan xabar tepib, g'azib kelgan kichik Samandar Xonishning qo'llashlari orqasida xo'riki teximi o'sib qolgan bo'g'ashqa yana Namanshohning oldiga kirib, vaqirab-jaqirab xon sarayini beshiga kiyibdi. Uning haddidan oshgan behurmatligidan g'azablangan Namanshoh kichik Samandarning qochitiga bir tastak sapdi. Hech qachon birov tarafidan tok qilib chekilib boqmagan kichik Samandar ochchig'ida o'rnini tashlab chiqib ketibdi va bir qancha hamrohlarini boshlab o'rmonlikqa beribdi. Yerim yoti boshlanib, xarobiga o'xshab qolgan vayroni yozliq sarayning holini ko'rib, teximi bearam bo'lgan kichik Samandar valahdi turib bir saroy soldirishga muvaffaq bo'lolmaganligining sababi hayvonlarning buzg'unchiligi ekanligini o'ylab, bütün achchig'ini hayvonlardan olmoqchi bo'pti-da, o'rmonlikqa o't qo'yib etib, o'z qilmishidan o'zi qo'rqib, shaharga qochib ketibdi. Hech nimani tonimaydigan rahimsiz o't yalqinlari ko'zni yumib ochqicha taraf-tarafga yamrab, o'rmonlikni o't dengiziga aylantirib, yana to'xtamasdan bütün atrofni ko'p eg'izliq yalmovuzdek yalmab yutishga boshlabdi. O'rmonlikqa o't ketganligidan xabar topgan quyruqli Samandar eng tez suratda hayvonlarni birlashib o't o'chirishga, jon-jonivorlarni qutqizishga safarbar qildi. Pilla,
karkidallardan tortib tiyin bo'rsuqlargacha bu chaqiriqqa ovoz qo'shib butun kuchini ishqa solgan bo'lsa-mu, o'tni o'chirish mumkin bo'lmabdi. O'rmonliq atrofidagi nurg'un odamlarmi o't o'chirishga urinibdi. Biroq amal qilolmabdi. Chorasiz qolgan hayvonlar samandarning yetakchiligida daryoning u tarafiga qaytishga boshlabdi. Samandar maymunlar bilan birlikda nurg'un hayvonlarni daryodan o'tkazibdi. Bir kecha kunduz to'xtamasdan uyon-buyon yugurib, hayvonlarni ko'tirib, vaqirab holi qolmagan Samandar oxiri daryo bo'yida yiqilib tushibdi. O't uchirganni kulga aylantirib, oxiri daryoga kelib to'xtabdi. Shuncha keng o'rmonliqning yerimi qop-qora cho'lga aylanibdi. Uzoq o'tmayla bu dahshatlik ofatning uchurini topshirib olgan Namanshoh o't o'chirishga maxsus odam avatibdi. Lekin kechikibdi. Nurg'un hayvonlar va beliqchilar mahallasidagi odamlar daryoning u tarafiga o'tib hayotini saqlab qolgan bo'lsa-mu, bir haftadan ortiq to'xtamay ko'ygan shiddatli o'tda yana nurg'un hayvonlar va o'rmonlikqa kirgan nurg'un sayohatchilar, ovchilar tantak samandarning arzimas g'azibining qurboniga aylanibdi. Tush tariximi besanoq dal-daraxtlar bilan bir qatorda ko'zdan g'oyib bo'ldi. O'shiga kelibla yana hayvonlarni qutqizishga otlangan istutak va kuyuk yorsi dastidan to'nug'isiz bo'lib ketgan Samandar bir hafta to'xtamasdan yiqilib qo'pib, na o'simlik, na hasharat, na uchar qush, hech nimani qutqizish imkoniyati qolmaganda harakatini to'xtatibdi. Uningdan ansirab nima qilarini bilolmay tang paypitak bo'lib yurgan Sodir beliqchi bilan Zahra uningga ming yolvorib tasda daryoning u tarafiga qaytadan qurgan kapiga ib kiribdi va bir tarafdan qo'lidan kelishcha tasalli berib, yana bir tarafdan zo'rlab g'izolantiribdi. Azobdan bir eg'iz so'zmi tiliga kelmay, ko'z yoshlari qurib, shu tapda qalb ko'zlari bilan unsiz yig'layotgan Samandar barliq dardini biraqli to'kib olmoqchi bo'lgandek dadisi bilan opisini uzoq chin quchoqlabdi. O'rmonga o't ketganlik xabarini anglagan Sardarbek bilan Gulambar sarayda xotirjam o'ltiramay, mang'udek imkoniyat tepilgan hamon beliqchilar mahallasiga kelib do'stlarini izlabdi. Beliqchilar mahallasining kulga aylanganligini ko'rib, ko'zlarini yoshlagan holda daryoning u tarafiga o'tib, nihoyat do'stlarini tepibdi va ulardan hol so'rab tasalli beribdi. Yenidan uy makon qurishi uchun qo'lidan kelishicha yordamlashibdi. Birer oygacha Samandar bu alamlardan o'ziga kelanmay, barcha kulkilarini va sho'xliqlarini tark etib, bearam bo'lib yuribdi. Yaralarning davosiga zamondanmi unumlik malham bo'lmasi kerak. Oxiri bu dard kunlarmi yiroqlarda qilishga boshlabdi. Samandar ilgari kishilarning nazaridan yiroq cho'ng bo'lgan bo'lsa-mu, bu qitimqi o't opti uni beliqchilar mahallasidagi nurg'un kishilarga tonutibdi. Chunki o't kuyishga boshlagandan tortib, o'chib tugiganga qadar boshqalarga yordamlashib, nurg'un kishilarning dal vaqtida daryodan salomat o'tib olishi va keraklik muhim narsalarni o'tdan saqlab qolishiga sababchi bo'ldi. Hammaylar uningdan shunchalik suyunibdi va minnatdor bo'ldi. Ofatdan keyin uningga rahmatini bildirish niyatida uydagilarni yo'qlab kelib, xushallik yoshlarini to'kibdi. Odam ko'p yerda gapmi ko'p bo'ladi albatta. Kunlardan bir kuni o'rmonlikqa ketgan o'tning qandaqdir tasodifiy yuz bergan tabiiy ofat emasligi. Bu o'tni aslida o'rmonlikqa saroy soldiranmay darg'azab bo'lgan tantak beg'araz shahzodaning odamlari paydo qilganligi to'g'risidagi gap so'zlar Samandarning quloqiga yetib qopti. Maymunaning o'limidan keyin xon va xon jamiyatidagilarning intoyin beshafqat odamlar ekanligiga jazm qilib, ko'nglida chunqur bir nafratni saqlab kelgan Samandar bu gaplarni anglagandan keyin butun vujudi xafalikdan titrab, mushtlari tugilib, tishlari kirishib, ko'zlaridan o't yenib ketibdi.